Hammaga salom, sizlar bilan O'zgrammar. Hozir men sizlarga AI muharrir haqida gapirib beraman. Demak, internetda, Telegramda oxirgi yangilanishda AI muharrir paydo bo'ldi. Ya'ni sun'iy intellekt yordamida sizni matnlaringiz tahrirlanadi. Xo'sh, bu qanday bo'ladi? Siz xabarnoma yozasiz va siz 3 qatordan oshiq xabarnoma yozganingizdan so'ng sizda mana bu yerda burchakda AI tugmasi chiqadi. Ustiga bosganingizdan so'ng xatolaringizni tuzatish orqali demak tuzatib o'tasiz. Tarjima qilish orqali boshqa tillarga bemalol tarjima qilsangiz bo'ladi. Uslublar orqali esa yozuvlaringizni turli xil uslublarga aylantirib olsangiz bo'ladi. Mana bunday holatda bu yerda variantlar ko'rsatib o'tilgan yoki yaratish tugmasi orqali demak o'zingizni uslubingizni yaratsangiz bo'ladi yoki smayllar qo'yib demak foydalanib o'tsangiz bo'ladi. Mana shunday holatda siz ushbu AI muharrirdan foydalanib o'tsangiz bo'ladi.